Toshkentda eng qimmat maktab bozorlik qilish qanchaga tushadi? Buni bilish uchun Toshkent shahar Mirobod tumani Qo'ylu 4-mavzesi 9-qiyot metro bekati oldidagi konstovar do'koniga tashrif buyuramiz. Birinchi o'rinda bolalarga bitta popka kerak bo'ladi. Bitta popkamizda bizga 220 ming so'mga tushdi. Popkamizdan ichida bitta penal bo'lmasa bo'lmaydi. Penalimiz esa bizga 60 ming so'mga tushdi. Penalimizga bitta ruchka qo'shib oldi, bu 25 ming so'm. Bu qalam to'plami naq 220 ming so'mga oldi. Bu rangli flomasterlar ovosi 85 mingga tushar ekan. Bu yerda eng qimmat sirkul to'plami atiga 45 ming so'm ekan. Endi rangli qalamlarimizga bitta tachilka olmasak bo'lmaydi. Bitta tachilka bizga 25 ming so'mga tushdi. Bu o'chirg'ichni 15 ming so'mga oldi. Bir pochka общий detallar 140 ming so'mga tushdi. Jami qancha ketganini ko'rishingiz mumkin.